Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Bugungi xizmatimiz Oltiariq tumani Hamza shaharchasida bo'lib o'tadi. Bu yerda bir buzog'imizda oshqozonida yot jismlar borligi aniqlangan. Ruminatomiya operatsiyasini o'tkazamiz. Video davomida ko'rishlaringiz mumkin. Bitta raqolaylik. Aha, qayti bormi? Qayti nimada lezerni kesaylik. Berib yuboringlar. Ashta marjani yo'q, tayyor. Kesalarmi? Yo'q, marjani bor. Ayyo deganingga. Molimizni keyingi operatsiya jarayoni ketyapti. Hozir ichidan birinchi bu chiqdi. Salafat ustidalar. Salafat ustidagilar. 25 kilolik zont tozalayapmiz. Yana qancha mayda juda g'urumlar chiqib ketadi. Taqirdi qirindilari. Mayda juda simlar. Bitta qorin dozini ko'rib qo'ying. Bitta aylantiring. Bitta qorin dozini ochib maqtadik. Molimiz ichidan chiqqan jism mana sim. Simmi nima u ilgami? Sim. Mana sim chiqdi. Bitta aylantiraylik. Yana ip chiqdi. Yana ip. Yoshligida cho'qoylab qo'yibdi farq. Bizda oshqozon operatsiyasi o'tkazilyapti. Molimiz 2-3 kundan beri narsa yemay qo'ygan. Molimiz oshqozonidan chiqqan narsalar. Kichkina sim, ip, Sana shuni ham sam shunday narsalar. operatsiyamiz davom etyapti. Xudo xolasa operatsiyamizni yakunlayapmiz. Oxirgi choklarini tikyaptilar doktor. Doktor aytib o'ting endi mollarimizda nima ishlar qilindi, qanaqa operatsiya olib borildi? Ruminatomiya degan operatsiya qilindi. Fan tilida shunaqa deyiladi. Xo'p. Katta qorinni yorib, ichkaridan shirdon, katta qorinda yot jismlar, metal, sim, keyin ip, shunga o'xshash narsalar bo'lsa tozalandi. Xo'p. Ish jarayonida 25 kilolik nimadan magnit zontdan foydalanib 2-3 ta sim chiqdi. O'sha simlar olindi. Hozir operatsiyamiz muvaffaqiyatli, xudo xolasa ko'ngilli o'tdi. Tikish jarayoni oxirgi bosqichdamiz. Men baraka toping doktor, qo'lingiz dard ko'rmasin.